Она обещала онлайн изучить на сайт факультета. Actually, Germans, яичный, Добрый день. Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо. Geçimizde kariyer sanatı bu içer derslerde dokunumun pozitif taraflar versiyonu yapılar atışan bayisi artık gelecek için Türkiye'lerde belki bakın ki iyi bir toplumun sözümü vatandaşının kırklık anlaşılır. Aspektaydı. Kamerası yok çıvar. Üniversitede demek panetler. Metropolümüzde olanlar yasaları doktora Pedagojik Amerikan Merkezi'nin nükleer teknikler teknoloji açıklar ilgili Cezayir ödülleri Ahmet'in Yüksek Sürtesi Prezidentler Yüksek Sürtesi Prezidentler Yüksek Boş Toplaması Aslında sonunda zaten hiç fotoğrafta kimse gelip yapabilirler. Profesörler de olsa biraz tanımayın ayrıca Ofis Merkezi'nin Financial Technology'lerin Türkiye'de fotoğrafıydı. Dersler çok kısadır. İktisatçılar Taşkent Devlet Tüccar Üniversitesi. Numaraya bakacağım. Mesela kapıyor. Ben ileride yaklaşık güzel benzer bir maddeye kadar Райком Hikmetullah Sanbayevich 1989 yılında tug'ilgan. 2008-2015 yillarda Andijon davlat tibbiyot institutining davolash fakultetining kasbiy ta'lim yo'nalishi tamomlagan. 2015-18 yilda Andijon davlat tibbiyot institutining kardiologiya yo'nalishi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2018 yildan 2022 yilgacha Andijon davlat tibbiyot instituti umumiy amaliyot shifokorlar tayyorlash kafedrasi assistenti va Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi kardiologiya bo'limida kardiolog shifokori bo'lib ishlagan. 2020 yil sentyabrdan noyabrgacha Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutining kardiologiya bo'yicha funksional diagnostika kursini tugatgan. 2003 yildan 2026 yilgacha Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida tayanch doktorat. 2023 yildan shu vaqtgacha Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi kardiologiya bo'limi shifokori vazifasida ishlab kelmoqda. 2023 yilda 14.00 kardiologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori darajasi uchun qandli diabet ikkinchi tur bemorlarida miokard infarktdan keyingi yurak qon tomir tizimi remodalishuvining klinik prognostik aspektlari dissertatsiya mavzusini tasdiqlagan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 21 ilmiy ish,
Zaten O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining fan doktor dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan bittasi xorijiy va 4 tasi mahalliy jurnallarda nashr etilgan. Bundan tashqari bitta uslubiy tavsiyanoma va bitta dasturi uchun guvohnoma olingan. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasi mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasida 3519 raqam bilan ro'yxatga olingan va barcha keltirilgan hujjatlar Oliy attestatsiya komissiya talabiga javob beradi. Rahmat. Sorular var mı? Sıfat noktaları, hücre. Tabii ki desteklemek üstüne. 2018 Да. Магистратура нет, Andijon davlat tibbiyot. Devlet ikinci memurlar belirlerken patentli ilgili takımcı elmek mantığı belirlenmişsin. En ilk vermek stratejik mantığı verir. Detay işleminden terörden taşıksın. Yon izledim. Daha önce de sanmamak kadar bunun programlarına basılan tamamdır. Aynısı legal bir farklı çalıştığında da olacak bu. Minnet arabatı akıllar arası mağlubat yolu sarfı sarfılardan razılık olmakta. 2022 yılda daha sağlık sektörünün seks mağlubatları gibi 19.8 milyon kişi size kontrolü keserlerden vefat etti. Bu bazı ürünlerin tahminen 30%'dan çıktı. Şimdi her kişi ölüm miktarına bir kontrol keserleri ki doğrultuyu görülmektedir. Şuradan böyle bir sanki devletinin mevcutluğu temel keserliklerin varlığına şartına ortaya ve hareket edilir. Hani bir malumatlara göre temel devlet mevcutluğu olarak bir kontrol keserliği temel devlet geçenliğinden geldiğim olarak istiyorsam şu market toprak olarak onlar olmuştur. Hazır yoksa dünyada 282 milyondan ortak olan temel devlet finansı. Azya çekeri ve Halklar Devletler İddiakası Pragmazı'ya göre 2035 yılına göre bu rakam 592 milyondan aşağı mümkünlüğü başarılı. Şunun için negatif faktörlük gezen limonları kontrol edilmesi, sürüklü denetlenmesi, sürükel bilgi için rozlarına hakkında iktidaşlıdır. Davalaşma, Avrupalılardan alınmıştır, zararları tibiyetin en devlet mallarından öyle olup olmaktadır. Yukarıdakiler bir davet alıp, onda da toplası için direkt masraflı politik, direkt kendi devlet müşteri maaşı dem olarak negatif faktörlük kendi yürek kontrol noktasında revidenasyonu, rozlarına her sertifikat sesi, sistemi aslında işlem çıkarışına ibaret. Aktarımız maksatda kelib chiqqan holda oldimizga quyidagi vazifalarni qo'ydik. Birinchisi, qanday tekshirib bu bilan olgan bemorlarda bu tishli mekanik faktdan keyin yurak revidenasyoni klinik instrumental ko'rsatkichlarni aniqlash. Ikkinchisi, yurak revidenasyoning turli shakllari, turlarini aniqlash va ularning bu tishli mekanik fakt o'tkazgan bemorlar bilan qanday ikkinchi tur bog'liqligini aniqlash. Uchinchisi, yurak funksiyasi, yurak va qon tomir funksiyasini Bilgi ta'sir ko'rsatuvchi laboratoriya instrumentlarning markalarini baholash. To'rtinchi, qanday devlet rivojlanishining prognoziga ta'sirini taqqoslash. Va so'nggisi, tadqiqot asosida qanday devlet ikkinchi tur bo'lgan bu tishli mekanik fakt o'tkazgan bemorlarda yurak revidelanishini ertadan aniqlash va nazorat qilishga yo'naltirilgan klinik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Mazkur tadqiqot maqsadga muvofiq qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun Resmi ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya tibbiyot markazida amaliy loyiha doirasida jami 158 nafar bemor qamrab olindi va ular bu tishli mekanik fakt o'tkazgan reabilitatsiyaning surunkali bosqichida bo'lgan bemorlar qamrab olindi. Ular ikki guruhga ajratildi. Demak, birinchisi qanday devlet ikkinchi tur mavjud va mekanik fakt o'tkazgan, ikkinchi guruhda esa qanday devlet mavjud bo'lmagan lekin mekanik fakt o'tkazgan bemorlar
93 va 65 nisbatan olingan. Nazorat guruhi 32 nafar amaliy sog'lom tekshiruvchilar bilan jalb qilingan tadqiqotimiz. Tadqiqot guruhidagi barcha bemorlar standart darajada birinchi guruhdagi bemorlar esa qo'shimchasiga gipogliken, insulin va insulinga o'xshash bo'lmagan dori vositalarni qabul qilishgan. Barcha bemorlarimiz roziligi olingan holda hozirgi amaldagi standartlar bo'yicha tekshiruv va davolash muolajalari olib borilgan. Bemorlarning jinsi bo'yicha olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, 158 nafar tadqiqot qatnashchilarining 5886% erkaklarda va 44% ayollardan iborat bo'ldi. Endi kichik birinchi va ikkinchi guruhlarimizda bemorlar ko'rsatishi ham shu asosiy umumiy gruppadagi nisbatga yaqin bo'lgan. Endi bemorlarimizda quyidagi klinik tavsiyalar asosida guruhlarga ajratib olganmiz. Endi tekshiruvga olingan bemorlarning klinik tavsiyasiga ko'ra guruh bemorlar yosh va jins ko'rsatkichlari teng bo'lishiga qaramasdan, lekin birinchi guruhda, ya'ni qandaylik bor bemorlarda lipid spektri ko'rsatkichi jiddiy salbiy tomonda turganini ko'rishimiz mumkin. Nazorat guruhiga nisbatan birinchi guruh tekshiruvchilarida bundan tashqari oqim doktor tekshiruv natijasiga ko'ra sistolik oqim demak 48% ga baland bo'lgan, puls indeksi 30% ga baland, rezistent indeksi 16% ga, diastolik oqim demak 16,5% ga balandligi baland ko'rsatish qayd etildi. Ikkinchi guruhda esa birinchi guruhga nisbatan demak sistolik oqim 23% ga, rezistent indeksi 4% ga, puls indeksi 15% ga, diastolik oqim tezligi esa 16,4% kam ko'rsatish qayd etilgan. Demak, bu barchadan birinchi guruh va kompyuterlik bor bemorlarda jiddiy buzilishlar borligi ko'ringan. Birinchi va ikkinchi guruh bemorlar jismoniy zo'riqish ishlarni ya'ni 6 daqiqalik yurish sinamasi natijalari o'tkazilgan va biz bularda natijalar qayd qilishdan oldin bemorlarda surunkali yetishmoqchi funksiyalar sinflariga ko'ra guruhlarga ajratib olganmiz. Demak, funksiyalar sinf 1ga ikkinchi guruh va birinchi guruhga nisbatan bemorlarda demak 9% yaxshiroq natija qayd etilgan. 6 daqiqalik yurish sinamasi natijasida. Funksiyalar ikkinchi sinf bemorlarda 6 daqiqa yurishda ikkinchi guruhni bu sinamani 15,7% ga ko'proq bajarib 360 metrni tashkil qildi. Eng asosiy ko'z ko'rinarli guruhlar orasidagi tafovut demak funksional sinf 3-sinfda qayd etilgan. Bu bemorlarda demak yuklanmaga chidamlik ikkinchi guruhda birinchi guruhga nisbatan 22% ga yaxshiroq natija qayd etilgan. Endi kompyuterlik ikkinchi turi bor. Miyokard infarkti o'tkazgan bemorlarda 6 daqiqalik yurish sinamasida olingan natijalar funksional sinf 1ga nisbatan funksional sinf 2da 23,79% ga, funksional 3da esa 59% ga pastligi aniqlangan. Birinchi guruh funksional sinf 1da demak klinik holat baholash shkalasi natijasi bo'yicha 4,73 ball qayd etishgan. Ikkinchi guruh bemorlarda esa 4,26 ballni tashkil qilgan. Funksional ikkinchi sinf bemorlarida klinik holatni baholash shkalasi bo'yicha demak nisbatan 17,2% yaxshiroq natija ko'rsatgan. Funksional sinf 3-da demak shu ko'rsatkich ikkinchi guruh xuddi shu funksional sinfga nisbatan 2,7% ga yomonroq ekanligi qayd etildi. Endi yana funksional sinfga ko'ra bemorlarimizni ochiq fraksiyasiga ko'ra taqsimlaganmiz. Demak, kompyuterlik mavjud bo'lgan bemorlarda funksional sinf og'irlashgan sari ochiq fraksiyasini pasayish kuchaydi. Demak, funksional sinf 3-darajaga kelganda ochiq fraksiyasi saqlanmagan, ya'ni qirqdan past bo'lganlar bo'yicha 56% ga yetdi. Ikkinchi guruh bemorlarda ochiq fraksiyasi saqlangan. Ular bo'yicha yuqoriroq bo'lib, funksional sinf yomonlashganda ham ochiq fraksiyasi nisbatan yaxshiroq saqlanadi. Fraksiya saqlanmaganlar bo'yicha demak funksional sinf 1da 8,3%, funksional sinf 2da 24% va funksional sinf 3da 36,1% ni tashkil qildi. Demak, miyokard infarkti o'tkazgan, kompyuterlik ikkinchi turi bor yoki va yo'q bemorlar echokardiografik ko'rsatkichlari, ya'ni
chapqoncha otish fraksiyasi bilan devonsiz qalinligi chapqoncha mekatlarida chapqoncha mekat ba'zi indeksiga qarab remedialanish shakli geometrik shakliga ajratib olganmiz bemorlarni. Demak, birinchi guruhda 11.8%, ikkinchi guruhda 6% bemorlarda eksentrik gipertrofiya aniqlandi. Konsentrik gipertrofiya esa birinchi guruhda 56.8%, ikkinchi guruhda 41.61% kelib chiqqan bo'lsa, konsentrik remedialanish birinchi guruhda 21.18%, ikkinchi guruhda 48.6% tashkil qildi. Me'yoriy ko'rsatkich birinchi guruhda 2.15% tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchi guruhda 2.30% tashkil qildi. Birinchi guruhda rezervativ remedialanish ikkinchi guruhga nisbatan 17% ko'proqligi aniqlandi. Barcha funksional sinflarda ilova bo'lim kuchlanish ko'rsatkichlari birinchi guruh bemorlarda ikkinchi guruh bemorlarga nisbatan sezilarli ravishda pastroq bo'ldi. Ayniqsa funksional sinf uchinchi guruhda boshqa ham farq mavjud. Ammo eng katta farq funksional sinf ikkinchi guruh bemorlarda og'ir bo'lib, bu yuqoriroq natija ko'rsatadi. Funksional sinf ikkinchi sinf bo'lgan bemorlarda funksional sinf bir bemorlarga nisbatan endi bu yerda bizni markazimizda yangi vazifa safarida o'tkazilgan tekshiruv natijasiga ko'ra, demak, puls to'lqin tarqalish tezligi 38-74%ga, funksional sinf bo'lgan bemorlarda esa funksional sinf 1ga nisbatan bemorlarga nisbatan 49-31%ga baland bo'lgan. Endi funksional sinf birinchi guruh bemorlar orasida augmentatsiya indeksi 18.07% ikki taqsimga esa 18 mm tashkil qildi. Endi funksional sinfga bo'lgan bemorlar augmentatsiya indeksi 23%. Пять. Bemorlarda guruhlarni ko'rsatishlar funksional sinf birga nisbatan bemorlarga nisbatan sezilarli farq qilib, augmentatsiya indeksi 32-31% tashkil qilib, 2 mmga qaraganda esa 5 mm tashkil qildi. Endi bunda birinchi guruh bemorlar chapqoncha otish fraksiyasidan ko'ra global bo'limda kuchlanishning puls to'lqin tarqalish tezligi va augmentatsiya indeksi bilan korrelyatsiya bog'ligi yaqqolroq bo'ldi. Demak, ikkinchi guruhda ayniqsa chapqoncha otish fraksiyasidan ko'ra puls to'lqin tarqalish tezligi va augmentatsiya indeksi bilan korrelyatsiya bog'liqlik pastligi ko'rindi chapqoncha otish funksiyasidan. Lekin global bo'limda kuchlanish bilan augmentatsiya indeksi va puls to'lqin tarqalish tezligi korrelyatsiya bog'liqligi demak ishonchli darajada kuzatildi. Endi olingan klinik va laboratoriya natijalarini tahlil qilib, mekatlardan keyingi yurak motori remedialashni prognozlash algoritmini ishlab chiqildi va javobiy salbiy guruhlarga ajratildi. Endi yana bunga qo'shimcha holatda xavf stratifikatsiyasi tashkil qilindi va bemorlar past, o'rta va yuqori xavf to'plagan baliga ko'ra shu guruh nimalarga ajratildi. Bu natijalarga ko'ra, demak, 0 dan 4 balgacha bo'lgan bemorlarda bu yerda bu bemorlarimizni adaptiv remedialanish ko'rsatkichlari qayd etildi. 8gacha bo'lgan bemorlar o'rtacha ahamli bemorlar guruhga kiribdi. Bularda dinamik nazorat qilish va dorilarni titrlash kerakligi ko'rildi. Endi ko'rsatkichlar to'plagan ball 99 dondan yuqori bo'lganlarda, demak, bular rezervativ remedialanish turiga kiruvchi bemorlar bo'ldi va ulardan dorilar kuzatuvlar olib borish va dorilarni alohida uyda ishlab chiqish zarurati kelib chiqdi. Anketa bo'yicha baholangan bemorlarda umumiy 48 nafari past xavfli guruhga ajratildi, 70 nafari yuqori o'rta xavfli va 46 nafari yuqori xavfli guruhga ajratildi. Endi birinchi, ikkinchi guruhda ham birinchi guruhga 16 nafar xavfsiz past xavfli guruh
tekshiruvda va tayin qilolmagan taqdirda. Endi normal qiymatdagi demak, bemorlarimizda past xavfli bemorlar, o'rtacha xavf va yuqori xavfli bemorlarga nisbatan yoshroqligi va D turi bilan kasallanish turishi kamroqligi kuzatildi. Bu natijalarda. Endi biz o'zimizni xavf stratifikatsiyasi bo'yicha baholash mezonimizni qaytadan bemorlarimizni baholaganimizda, demak, oldida qolgan yuklanmasi va klinik holatni baholash shkalasi bo'yicha birinchi guruhda qanday deyapti, ikkinchi turi bor va negativ faktor o'tkazganlar, ya'ni juda yomon ko'rsatkichdagilar 6 daqiqalik yurishda, demak, 200 metrdan kam ko'rsatkichlar 19-36% tashkil qiladi. O'rtacha yomon ko'rsatkichlar, demak, 86% natijani, o'rta ko'rsatkichda 36-55%, yaxshi ko'rsatkichdagilar esa atigi 220% tashkil. Ikkinchi guruhda esa xuddi shu parametrlar bo'yicha juda yomon natija ko'rsatganlar 13-86%, yomon natija ko'rsatganlar 7% va o'rtacha natija ko'rsatganlar 33-84% va yaxshi natija ko'rsatganlar 7-6% tashkil qildi. Klinik holatni baholash shkalasi birinchi guruhda og'ir klinik holat, demak, 13-97%, ikkinchi guruhda esa 4-6% tashkil qildi. Yengil klinik holat birinchi guruhda ikkinchi guruhga nisbatan, demak, 4-3% kamroq, balandroq, jami 9-2% tashkil qilgan. Bemorlar qabul qilgan medikamentos, demak, shu xavfli turlarga ajratib olganimizdan keyin bemorlarni biz standartlar bo'yicha davolash quyidagi dori guruhlari bo'yicha davoladik. Demak, bemorlar qabul qilgan APF inhibitorlarni 58-2%, bemorlar angiotensin receptor blokatorlarini 7%, bemorlar beta-adenin blokatorlarini 100%, diuretiklarda 7%, spironolakton 53-79%, aspirin 36%, platinium 63% va qo'shaloq antiagregat terapiyani 63% bemorlar qabul qildi. Nitrogenlarni 24%, statinlarni 100% va natriy glukoza kontraksiyasi ikkinchi turi inhibitorlarini esa 100% bemorlarimiz qabul qildi. Va shu davomida 6 oy davomida qat'iy tartib asosida bemorlarni davoladik va shunday holat bo'ldi, davolash tartibini buzganlarni ro'yxatdan chiqarishga to'g'ri keldi. Va 6 oylik davolash muolajalaridan so'ng tadqiqot ishtirokchilari dastlabki tekshiruv qanday dastlabki tekshiruvlar o'tkazilyapti, qayta shunga xos tekshiruvlar o'tkazildi va mas holatda klinik holatni baholash shkalasida ham birinchi guruhda, demak, 32% ga yaxshilanish, ikkinchi guruhda esa boshlang'ich 2-3 ball to'plagan bo'lsa, keyin klinik holat baholash shkalasi keyin baholashimizda 2-16 ballgacha yaxshilanganini ko'rildi. Endi birinchi guruh bemorlarimizda 6 daqiqalik yurish masofasi ham 18-6% ga yaxshilanganligini ko'rildi. Klinik holatni baholash shkalasida simptomlar kamayishini hisobiga ikkinchi guruhimizda 32-4% ga yengillashganligini ko'rishimiz mumkin. Endi 6 oylik davom muolajalaridan so'ng birinchi guruh bemorlarda intermedia qalindigan 8% ga, Reset indeksi 5% ga, puls indeksi 73% ga, puls parapaspezligi 8-3% ga, argumentatsiya indeksi esa 15% ga kamaydi. Yelka to'piq indeksi aksincha 6-3% ga yaxshilangan. Ortib yaxshilangan. Ikkinchi guruh bemorlar orasida intermedia qalinligi sezilarli 10% ga, Reset indeksi 65% ga, puls indeksi 9-6% ga, puls parapaspezligi 13% ga, argumentatsiya indeksi 13-5% ga kamaydi. Bu grupda ham yelka to'piq indeksi 9-5% ga ko'tarilish hisobiga tomon qarshiligi ekanligi va periferik qon oqimi nisbatan yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin. 6 oylik davolashdan so'ng birinchi guruh bemorlarimiz chap qancha otish fraksiyasi ko'rsatkichi 7-3% ga, glikogenga tushish 13% ortgan, devorasiz qalinligi 2% yaxshilangan. Chap qancha mekab oddiy 9%, chap qancha mekab indeksi 7-8% ga kamaydi. Ikkinchi guruh bemorlar natijasida ham chap qancha otish fraksiyasi ko'rsatkichi 9% ga, global bo'lim tushish 9% ga, devorasiz qalinligi 7-5% ga, chap qancha mekab vazni 8-6% ga, chap qancha mekab vazni indeksi 9-5% ga ijobiy tomonga siljiganini ko'rishimiz mumkin.
Lekan infarktidan keyingi 6 oylik kuzatuv davomida remediyalanishni turlari taqsimoti har ikki guruhda sezilarli ravishda o'zgarganini aniqlandi. O'tkazilgan 6 oylik optimal medikamentoz terapiya fonida har ikki guruhda chaqqonchi patologik geometriyasining regressiyasi qayd etildi. Biroq tartibdagi ikkinchi tur bo'lgan bemorlarda konsentrik gipertrofiyaning kamayishi va me'yoriy geometriyaga o'tish sur'ati geometrik bo'lmagan bemorlarga nisbatan ishonchlilik darajasi past bo'ldi. Eksplorar tahlili bo'yicha o'zgarish statistik ahamiyatga ekanligi tasdiqlandi. Birinchi guruh bemorlarida maslahat yoshli bemorlarning aksariyati konsentrik gipertrofiya 8% va konsentrik rehabilitatsiya 22% shaklida qayd etilgan bo'lsa, 6 oydan keyin bu ish mos ravishda 49%, 34% ga o'zgargan. Normal holatning ulushi esa 2% va 15%gacha keskin oshgan. Umuman olganda, remediyalanishning 4 turi bo'yicha taqsimot o'zgarishi eksplorar ko'rsatishi bo'yicha statistik jihatdan juda ishonchli deb ko'rildi. Bu konditiyalik mashq bemorlarda 6 oy ichida remediyalanishning sezilarli qayta taqsimlanishi patologik shakllarning bir qismi normativ geometriya tomonga o'zgarib olayotganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi guruh bemorlar dastlabki natijalarga konsentrik gipertrofiya 46% tashkil qilgan bo'lsa, remediyalanish konsentrik remediyalanish 38% ustun bo'lgan. 6 oydan keyin esa ular ulushi 12-3% va 37%gacha oshgan. Patologik shakllar sezilarli kamaygan. Guruh ichidagi remediyalanish turlari dinamikasi bo'yicha statistik ishonchliligi qayd qilindi. Endi 6 oylik kompleks medikamentoz terapiyadan so'ng har ikki guruhdagi adaptiv yevro remediyalanish ulushi sezilarli oshdi. Tartibdagi ikkinchi tur mashq bemorlarda bu ko'rsatkich 33%dan 45-2%gacha oshdi. Tartibdagi ikkinchi tur bo'lmagan bemorlarda esa 58%dan 36-1%gacha ko'paydi. Kuzatuv yakunida adaptiv remediyalanish regressiv guruhlarda izoh bo'lganligi qayd etildi. Tartibdagi ikkinchi tur bola yo'q negativ faktor o'tkazgan bemorlarda lipid spektri tekshiruvlari ham tahlil qilindi va geometrik o'zgarishlar bilan bog'liq natijalar kuzatildi. 6 oydan keyin qayta ko'ruvdan so'ng birinchi guruhda umumiy xolesterin 15-8%, pastkichli lipoproteidlar 9-92%, yutqazishlikda bo'lmagan lipoproteidlar 76%, pasaj kuzatildi. Yutqazishli lipoproteidlarda aksincha demak 0,96 dan 1,1 ga oshishi kuzatildi. Ikkinchi guruh bemorlarda mos ravishda umumiy xolesterin 18-8%, triglitseridlar 15-4%, pastkichli lipoproteidlar 8-2% va yutqazishlikda bo'lmagan lipoproteidlar 9-6%. Yer pasaj kuzatildi. Yuqorisi lipoproteidlar esa aksincha 15-38% ga oshishi kuzatilgan. Hisobchilardan xulosa bilan amaliy tavsiyalar qilishmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli Husanboyev, yaxshi taklif qildingiz. Qiziqarli, haqiqatdan qandli diabeti bor bemorlarda yurak remodellanish holatlari tezroq rivojlanishi adabiyotlarda keltirilgan. Manda savollar bor edi. Xo'p, o'sha qandli diabeti bor bemorlarda qondagi qand miqdorini yoki ularga buyurilgan qandni qandni tushiruvchi dori vositalarini yurak remodellanishiga ta'siri bormi yo'qmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Yoki shu ishingizda shular hisobga olinganmi yo'qmi? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, hammamizga ma'lumki, miokard infarkti o'tkazgan bemorlarda, ayniqsa o'tishchali miokard infarkti o'tkazgan bemorlarda turli aritmiyalar, masalan, bo'lmasalar fibrillatsiyasi yoki qorinchalar aritmiyalari bo'ladi. Mana shu aritmiyasi bor bemorlarda yurak remodellanishi nazariy jihatdan tezroq rivojlanadi, kim bo'lmaganda. Sizni guruhlaringizda qaysi turdagi aritmiyalar bo'lgan, ularni davolash qanday dorilar qo'llanilgan va ularni yurak remodellanishiga ta'siri bormi yo'qmi? Oxirgi savolim o'sha qandli diabeti bor bemorlarda tezda va boshqa bemorlarga qaraganda
buyrak nefropatiyasi rivojlanadi, disfunksiyasi. O'sha buyrak disfunksiyasi hisobga olindimi yo'qmi va uni aniqlashda qanday biomarker yoki tekshiruv usullarini foydalanamiz? Prosedura şartlarına Assalomu Gapirasiz uchun rahmat. Savollarda qiziqarli bo'lgan savollar bor. Birinchidan mana ilmiy adabiyotda biz ko'p uchratamiz diabetik kardiomiyopatiya degan atamada. Mana sizda ham infarktda ham qandaydir shu atamaga mos bemorlar bo'ldimi? Diabetik kardiomiyopatiya bu tafsir nima e'lon Birinchi savolim, ikkinchi savolim, mana 6 oylik dinamika ko'rsatdingiz, puls to'lqini tarqalish tezligi почти unaqa normaga kelmagan, mana 10 dan yuqori zatakaloga tomir qalinligi deb o'ylaymiz. Shundan savolim shundaki, bu yerda qon bosimi dorilarini ko'rsatdingiz, 100% ham beta blokator, ham RAS ingibitorlari bilan qamralgan. No nazorat, qon bosim nazorati qanaqa bo'ldi? Потому что жесткий сатель qon bosimga прямой bog'laymiz. Rahmat. Bitta mana qilgan narsa, bundan so'ng tonometriyani kim o'tkazgan? Qaysi apparatda o'tkazilgan? Bazatangiz İkinci savolim, bitta korrelasiya bo'yicha korrelasiya bog'liqliklarini bergansiz, avtoritetda ham, rahbarda ham ularni ishonchli darajasi ko'rsatilmagan. Andoq bo'lgan, bu ko'rsatgan bog'liqliklaringiz hammasi statistik ishonchli va siz qandli diabet bo'yicha gipoglikenik preparatlardan siz empagliflozin hammasi 100% deb berdingiz. Ichkarida boshqa gipoglikenik preparatlar qo'yib olganmi bemorlar? Qadrdagi savollarim davomi. Yo'q, faqat hammasi empagliflozinda bo'lganmi? Keyin yana bitta oxirgi savol, sizda hammasida davolashdan oldin ham, davolashdan keyin ham pastinchlik lipoproduklar xolesterini maqsadli ko'rsatkichlarga erishilmagan. 3 dan yuqori turibdi. Qandli diabet guruhida ham, qandsiz diabet guruhida ham. Bilamiz, infarkt o'tkazgan diabet bemorlari juda yuqori guruhga kiradi. Ularga biza insulinni o'zingizgacha tushirishimiz kerak. Nima uchun bitta statsiyalarni dozasi filtrovать qilindimi, qilinmadimi, nimaga erishilmoqchi maqsadli ko'rsatkich. Rahmat. Спасибо огромное за предоставленную возможность задать вопросы. Уважаемый соискатель, я обратила внимание на то, что у вас в обеих группах достаточно большой процент пациентов имеют картину, по сути, полного метаболического синдрома. Выделяли ли вы, анализируя полученные результаты, подгруппы пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, и с метаболическим синдромом без сахарного диабета? Если да, то чем они отличались? Это первый вопрос. А второй, выполнялась ли пациентам коронарангиография? Если да, то у какого, вероятнее всего, у большинства да. У какого процента пациентов коронарные артерии были без стенозирующего поражения, можно было предполагать микроваскулярную дисфункцию, и почему только, по-моему, 63% пациентов получали двойную антиагрегантную терапию? Спасибо. Bergan savol uchun rahmat. O'z savolingizga javob, siz bilan javob bersam, qandli diabet bemorlarda qand hiperglikemik dori vositalari bizda masalan shu
taklatilgan ko'rinib turibdi, demak SGLT ya'ni natriy glyukoza potassiya inhibitor preparati o'sha kartidagi bemorlarga ham beriladi yoki nima 2023 Yevropa kardiologiya assotsiatsiyasi fraksiyasi saqlanadimi orqali beriladigan hammasiga berildik. Endi nimadan boshdan qaytarib bizda bemorlar hammasiga SGLT inhibitorlar berilgan. Endi qo'shimchasiga birinchi guruh bemorlarimizda konfidentlik bo'lgani uchun maqsadli glikemik holatga erishish uchun qo'shimcha insulin yoki insulinga o'xshash bo'lmagan aralli dori preparat berganmiz. Hipoglikemin preparat qo'llaganmiz. Lekin u inyeksiya shaklida emas. Endi bu haqiqatan nimada gipoglikemin dori vositalarini remediyalanishga, hayot sifatini yaxshilashga ta'siri biz o'qigan ma'lumotlarda qayd etilgan, bizning ma'lumotlarimizda statistika yoki olib borgan qo'shimizda ham qayd etildi, chunki bemorlardagi bizda ko'rinyapti ijobiy orqali o'zgarish yaxshilar bo'lyapti, chunki bemorlarimizda har ikkala guruhida kandidat bordan yo'g'idan kelasiga SGLT inhibitorni qo'llaganmiz. Bu undan tashqari birinchi guruh bemorlarimizda qonday glyukoza miqdorini normallashhtirish uchun qo'shimcha preparat SGLTga yana qo'shimcha preparat qo'llaganimiz hisobiga bemorlarimizda umumiy holatda ijobiy terapiyga o'zgarish qayd etildi. Bu hali xalqaro tasdiqlangan statistik ma'lumotlarga yaqin chiqdi. Bizning ma'lumotlar Tushunarli, maqsadli ravishda, maqsadli o'limida ushlagan. Demak, tadqiqotimizda keyingi savolingizlar aritmiyalar haqida aytilgan. Tadqiqotimizda istisno mezonlarga kiritilgan hayot uchun xavf keltiruvchi aritmiyalar qabul qilinmagan, chunki do'macha fibrillatsiyasi, qonchilik steriyasining doimiy shakllari bu o'zi mustaqil patologik remediyalanishga olib keluvchi faktor hisoblanadi. Shuning uchun biz bu aritmiyani og'ir formadagi shakllarni tadqiqotimizdagi bemorlarda qayd qilingan bo'lsa, ularni tadqiqot etmagan. Endi yurak disfunksiyasi narsa, demak yurak yetishmovchiligi bilan bir parallel holat yurak yetishmovchiligi ham yuzaga keladi. Bizlar yurak yetishmovchiligining og'ir formalarini tadqiqotga kirgizmaganmiz. Endi shunaqa narsa bo'lgan, bizda ikkita grant loyiha bo'yicha umumiy bemorlar hisobida 108 ta bo'lsa, bizda 300 ta bemorlar borishi bularda bemor qabul qilishga imkoniyatimiz borligi uchun bizda o'sha yurak disfunksiyasining og'ir shakllarida 3-4 bosqichga yetgan ularni guruhdan chiqarib oldik. Faqat shu nimalarni olib qolishga imkoniyat borligi uchun shu nimalar qolgan. Demak, og'ir formadagi yurak disfunksiyalarni qabul qilmaganmiz. Ularni agar keyinchalik yuzaga kelsa, ularni ro'yxatdan o'chirib qo'yamiz. So'rib yurak kasalligi 3-bosqichga kiritilmagan. Boshida ham kiritilmagan, agar keyinchalik o'zgarish bo'lib, kreatin machi miqdori o'zgarish bo'lsa ham, ular chetlatiladi. Rahmat. Demek dastlabki aritmiya bo'lsa, mayda bo'lsa Yo'q, endi masalan, boshlovchilar u ham xuddi shunday masalan, kuzatish. Tabiiy remediyalanishni ko'rish, tabiiy remediyalanishni ko'rish uchun sinflarni o'qishadi, chunki bular qo'shimcha xavf omili. Buni saqlayman. Savolingiz uchun rahmat. Siz bilan savolingizga javob berishga intizorman. Demak, biz bemorlarimiz orasidagi ekokardiografiya asosida tekshiruv o'tkazganimizda, demak, bemorlarimizda diabetik kardiomiopatiya aniqlandi. Ular bizda bemorlarimiz hozir aytayotgandek rezidaptiv remediyalanish guruhiga qo'shganmiz. Demak, bularda bemorlarda demak remediyalanish boshqa tekshiruvchilarga nisbatan tezroq ketgan. Bular bizning nimamizdan aniqlangan. Tadqiqotimizdan aniqlangan. Endi puls tarqalish tezligi
to'lqin tarqalishligiga nima Britaniya bilan to'g'ri bog'liqligi bor. Buni aniqlashni biz o'zimizni Rossiyani grant loyihasi asosida olib kelingan Bikilar firmasini Vazitest degan apparati bor. Shuni aniqlaganmiz. Bu yerda shu apparatda aniqlanganda biz bemorlarni aniqlashdan oldin bu apparatga kiritishdan oldin normal gipotensiyasi qon bosimi normal holatda bo'lganda keyin aniqlaymiz. Shuning uchun bizda apparatni nima deydi apparatga tushirishdan oldin bemorlarimiz qon bosimini ko'rsatishni oldin bo'lishi kerak edi. Shuning uchun bu to'lqin tarqalishligi aynan shu paytda tasdiqlab ololmayman. Lekin biz apparatga tushirayotgan paytimizda qon bosimi normal holatda edi. Nazorat bo'lgan. Nazorat bo'lgan. Tushundim. Rahmat. Videolarni savollar tushiraman. Hozirgi demak hozir aytgandek videolarimiz vazifasi apparati grant asosida etilgan. Grant asosida u tekshiruvlarni amalga oshirish ham o'zini nimaga tushgan. Hozir bu shu bitta apparatda boshqa bir loyihalar bo'yicha ham qo'llanilyapti. Hamma tekshiruvni o'zini o'tkazganda bu buncha alohida mutaxassis bo'lish shartmas o'zi uni ishlatish tartibida ham demak bemor antibiotik ko'rsatishlar yoshlar yerga kiritiladi va majlislarni demak korreляtsiya bog'liqlik haqida savol bo'ldi. Korreляtsiya bog'liqlikda biz nimada ko'rgandik bizda men tadqiqot natijasi hozir shunaqa natija bo'lyapti. Chavak qon to'qish fraksiyasi bilan fermentatsiya yoki bu to'qish seziligi o'rtasida korreляtsiya bog'liqlik nisbatan farqli bo'ldi. Bu ikkita nimada ham natijalarni endi nimada preparat hajmi kattalashib ketgani uchun u nima qilinmagan ish kerak. Lekin dissertatsiya ishida net chiqqanligi demak ko'rsatkichi demak balki Почему они раньше получались? Hali ko'rsatkichi ham ishonchli yaxshi chiqqan demak 0.5dan ortiq baland chiqmaydi nima ko'rsatkichi. Preparatlar hozirgi ifoda etgandek natriy glukoza kontransferza inhibitor 100% hamma bemorlarga beriladi. Endi birinchi tartibdagi bor bemorlarimizda qo'shimcha insulin yoki insulinga o'xshash bo'lmagan preparatlar ham qo'shimcha berilgan. Chunki biz nimaga TPP inhibitorlarni, GLP bir olganmi yoki insulin berganmisiz? Biz GLP inhibitorlarini berganmiz. Asosan endi ularda masalan qandli diabetda bizgacha ham qand etilgan. Bizdan oldin qand etilgan uchun o'zi regular ichib turadigan dorilar ham bo'lgan. Keyin biz endi bizda pastki preparatlarni ko'rinib turibdi, maqsadli natijaga erisholmaganmiz to'g'ri. Shuning uchun biz hozir tadqiqotimiz yana davom etyapti. Shuning uchun biz eng qisqalari 6 oylik olganimiz hisobiga biz 6 oylarga yaqin kelishuv o'tgandan keyin demak pastki preparatlar yoki preparatlar maqsadli natijaga erishmagandan keyin biz ularga qo'shimcha eksperiment qo'shimchalar qo'ydik. Bu mana boshqa bioximik tahlillarni parametrlarga ko'rib endi keyingi masalan tadqiqotlarimizda masalan 6 oydan keyin hozir 6 oy ichida olganimiz uchun biz natijalarni shu holatda olganmiz. Endi biz 6 oydan keyin hozirgi natijalar bo'yicha maqsadli natijaga erisha olmaganlarimizga qo'shimcha lipid miqdorini korrelatsiya qilish uchun dorilar qo'shganmiz. Bundan erishmagan. Vaqti o'rtayo'ldan çok mu? Endi bemorlarimiz Sonuçta kelganmi?
Ya mesela başka sakınca değil yani. Biz Buraya gitmiş bu dünyayı yalnız kaçırmaya geldi. Çok iyi yetiştirecek. Bilmiyorsun. Boşlukta bir çok var da geçtiğimizin boğazını silmeye de olsa gözüm bu dersesi. Bir de o çocuklar da neden içine eriştiğini Да, выделяли группы. biz ama bemorlarimiz karantinada ya da 100% tutmagan uchun ularda natijalarni bu biz taqdid natijamizni kiritmaganmiz. Chunki bemorlardagi shaxsiy roziligi karantinga o'tish 20% uzoq bo'lgan hosil bo'lmasda bo'lmaydi. Да, спасибо. Sonra вопрос, уже сработали, диабет по гипотония по сильный по и это трудно непрофессионал, вообще непрофессионал. Это вопрос люди, когда она скринили у него человек. И наверное, диабет по диабет по манерам непрофессионал. Мы будем говорить, она скринили и практически yani soğuk kıyafetleri var. Biz taqdid masala vazifalariga bu natijalar sindrom bemorlarni oldida yuqtirgan ajratish kursini nazarda tutilmagani uchun noqonuniy ma'lumotlarni tekshiruvdan o'tkazamiz. Не было задачи. Исследование Понятно. выделить отдельный выделить больных с международным синдромом. Поэтому отдельным компаниям заниматься, отдельным компаниям заниматься. Ilgili sakın заниматься, а вот так, чтобы отдельно их выделить, нужно будет сам делать. Да, спасибо. Меня Поэтому- еще интересовала антиагрегантная терапия. Почему А. низкий процент назначения двойной антиагрегантной терапии? Можно Вот такие были, да? Надо вопрос в чем? Как проводилась двойная антиагрегантная терапия? Проводилось ли вообще? 63% указано. Двойной антиагрегантная. Чем делать? bizda bemor endi masalan bemor infarkt o'tkazgandan keyin 6 oygacha 1 yilgacha doimiy majburiy holat. Endi biz bemorlarimiz infarkt o'tkazgan 6 oydan infarkt o'tkazgandan 6 oydan oshiqroq vaqt o'tgani uchun biz 63% 60dan oshiq foizimizda doimiy saqlab qo'yganmiz. Qolganidagi boshqa nojo'ya ta'sirlar kuzatilmasligi uchun bittalikda o'tkazganmiz. Umumiy qamrab olishda antiagregat terapiyasini hamma 100% ta'minlaydi, lekin 60%dan oshiqroq doimiyda qolgan. Тогда 60% мешает, а тут получается двойной. Это интересно. 60% память. Chunki hali 6 oydan o'tib ketgani uchun ularda nojo'ya deb Надо qo'yiladi. сейчас говорить о инфаркте sanmasın. Ha, 6 oydan İnfarkt, o da geçtim. yo'q, infarkt o'tkazib 6 oy o'tdi, keyin ana shu 6 oy o'tib bo'lgandan keyin oldim. Mesela, Ha. infarktna demek olgan, doğru mu? Yo'q, infarkt bo'ldi, masalan, yil boshi 6-oy iyul bo'lsa, 6-iyuldan boshlab bo'lganda 6 oydan oshib, masalan, menga kelgan kasallarni nimasi eng kam 6 oy bo'lgan, infarkt bo'lgan eng ko'pi 1,5 yil bo'lgan. Shuning uchun Ortaya geçe, doimiy majbur 6 oygacha. Maligno ortaya geçe yapılar yapar. Ortaya geçe. Na telefonu, quando ele o sistema infarto na carne, os clientes não infartam. Não sabe na chave infarto. Alguns experiência possível, outro que tinha conhecido. Vai ter uma doença na terapia, voltas e se atrasa. Я понимаю. Спасибо. Спасибо.
Savollar bo'lganlar? Yo'q, O'tirsin. İlmiyorlar şeyine, ilmiyorlar onlar çıkarlarlar işte. onlayn muhit. Tamam, Selamünaleyküm. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Hurmatli Ravshan Davletovich, Ishlayapsizmi? man eshityapman. Mayli. Hurmatli Ravshan Davletovich, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, man yozma ravishda bergandim xarakteristika, lekin bir ikki og'iz aytmoqchi edim. Rus tilida aytaqoli, вот он прошел путь необычный. Не после магистратуры поступил, он уже со стажем, работая многие годы ассистентом, уже подготовленный клиницист был, когда к нам поступал, и вот по конкурсу прошел в докторантуру и проявил себя. Основные его качества – это все-таки трудолюбие, вот, и чувство ответственности. Вот он завоевал именно уважение в коллективе за счет вот этих двух качеств, безотказный и очень скромный. Ну, я уверен, что своей дальнейшей деятельностью, творчеством он не подведет ни меня, ни членов сегодняшнего совета, которые его аттестуют. Спасибо. Спасибо. Здорово. Слово имеет научный секретарь, пожалуйста, на следующем Hakimov Hikmatullo Husanboyevning ilmiy tadqiqot ishi Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi muammoli hayoti bilan muhokamadan o'tgan. Unga markazning ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari dotsent Ismailova raislik qilganlar, tadqiqotchilar Rahimova, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining laboratoriya mudiri va Mo'minov tibbiyot fanlari nomzodi dotsent, Toshkent davlat tibbiyot universitetining ichki kasalliklar, nefrologiya va gemodializ kafedrasi dotsenti. Xulosa: Rahimov Hikmatullo Husanboyevning 14/02/06 kardiologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan qandli diabet ikkinchi tur bemorlarida miokard infarktdan keyingi yurak qon tomir tizimi rivojlanishining klinik prognostik aspektlari mavzusidagi dissertatsiya ishi yakunlangan tadqiqot bo'lib, o'zining dolzarbligi, mazmun, ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati jihatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining nizomining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olishga qo'yilgan talablarga javob beradi va ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ilmiy ishni keyingi bosqich muhokamasiga tavsiya etish mumkin. Bundan tashqari, ilmiy tadqiqot ish Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi kengashda ko'rib chiqilgan. Rais tibbiyot fanlari doktori professor Shek Aleksandr Borisovich, tadqiqotchilar G'ulabayeva, Guzarishqulna, tibbiyot fanlari doktori va Kenjayev Sirojiddin Rashidovich, tibbiyot fanlari doktori, Dunyo xalqaro universiteti klinik fanlar kafedrasi dotsenti. Xulosa: ilmiy kengashdagi Hikmatullo Husanboyevning yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, qandli diabet ikkinchi tur bemorlarda miokard infarktdan keyin yurak qon tomir tizimi rivojlanishining klinik prognostik aspektlari mavzusida tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi dolzarbligi, yangiligi va ilmiy ahamiyat amaliy qiymatiga ko'ra 14/06 kardiologiya ixtisosligi to'liq mos keladi. Ushbu dissertatsiya yakunlangan ilmiy ish hisoblanadi va dissertatsiya ishi bir qator shubhasiz afzalliklarga ega. Eng avvalo tanlangan mavzuning dolzarbligi uning zamonaviy kardiologiya sohasidagi ilmiy izlanish yo'nalishlariga to'liq mos kelishi diqqatga sazovor. Muallif zamonaviy biomarkerlardan, dalillarga asoslangan tibbiyot usullaridan foydalangan hamda diagnostika va davolashning eng so'nggi xalqaro mezonlariga tayangan. Bu esa uning xalqaro standartlarni yaxshi bilishi
va jahon ilmiy yo'nalishlarini chuqur anglaganini ko'rsatadi. Ish kardiologiya sohasini qamrab oladi. Avtoritet loyihasi belgilangan talablarga javob beradi va ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilingandan so'ng Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etiladi. İmzolagan rais tibbiyot fanlari doktor professor Shek Aleksandr Borisovich, ilmiy kotib tibbiyot fanlari doktor Sirajiddinovaning o'rnidan va tasdiqlangan akademik Qurbonov Rashidbek Davletovich tomonidan. Yetakchi tashkilot sifatida Toshkent davlat tibbiyot universitetining ichki kasalliklar kafedrasi Toshkent davlat tibbiyot universiteti tanlab olingan edi va ushbu ish Toshkent davlat tibbiyot universitetining ichki kasalliklar kafedrasida 12 mart 26-yildagi 13-sonli yig'ilishda muhokama qilingan. Ish yuzasidan kamchiliklar aniqlanmagan va ijobiy deb baholangan. Savollar va kamchiliklar yo'q. Bundan tashqari referatga quyidagi takliflar olingan. Birinchisi, Xitoy tibbiyot gospitali magistratura rahbari tibbiyot fanlari doktor professor Lian Zhangfeng. İkincisi, Arifova nomidagi So'g'd viloyat kardiologiya va yurak-qon tomir jarrohligi markazi reanimatsiya bo'limi mudiri tibbiyot fanlari nomzodi Hajrayev, Tojikiston. Uchinchisi, Buxoro davlat tibbiyot instituti gematologiya va klinik laboratoriya diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrasi dotsenti Naim Mashrukidanvarov, O'zbekiston. Va Andijon davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Ergasheva Zumrad Abduqayimova. Barcha qizlar ijobiy, savollar va kamchiliklar yo'q. Наталья Павловна, я зачитала этапы прохождения диссертантом. Первый – это межкафедральная апробация, он прошел у себя. Далее у нас был научный семинар при нашем совете. Прошел он положительной оценкой, было рекомендовано прохождение дальнейшего этапа. Далее работа была обсуждена как ведущей организации, был назначен Ташкентский университет, медицинский университет. Там тоже работа была обсуждена, отзыв положительный, вопросов и замечаний нету. Помимо этого, 4 отзыва на авторефераты получено, 1 с Китая, значит, 2 из Таджикистана и 2 наших местных узбекских отзыва. Все отзывы положительные, вопросы и замечания отсутствуют. Спасибо. Спасибо. Fursatdan foydalanib, avvalo ilmiy kengashlarsi tashkilotchilar rasmiy apparatlarimga fursatdan foydalanib katta rahmat aytaman, chunki vaqt ajratib rahmat. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, bugungi taqdim etilgan dissertatsiya kishi zamonaviy kardiologiyaning eng muhim va dolzarb muammolariga biriga analiz turi mavjud bemorlarda tadqiqotdan keyin yurak qon tomir tizimiga sodir bo'lgan strukturaviy va funksional o'zgarishlarni kompleks o'rganishga bag'ishlangan. Kattaroq aytganda, bu muammo o'zi shunchaki shunday dolzarbki, biz ham zonni markazda shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bizning laboratoriyada ham shunga o'xshash tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, o'tkir miyokard infarktini o'tkazgan yosh bemorlarning modellanmış xususiyatlari o'rganilmoqda. Bundan tashqari, miyokard modellashuv genetik jihatlari, ya'ni infeksiyalarning yuzaga kelishini o'rganishda qaratilgan yangi loyihalar hozir tayyorlanmoqda va
shu ma'noda dissertantning shu juda muhim va umumiy ilmiy ishlarimizning davomi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa tadbirkorlik degan bilan birga kechadigan rivojlanish jarayoni alohida qiziqish uyg'otadi, chunki bu nafaqat strukturali va insanlar o'zgarishini ancha tez va agressiv o'zgarishlarga kechadi va bu holatni o'z vaqtida aniqlash zamonaviy qadriyatning eng dolzarb vazifalaridan birisi. Ilmiy yangiliklar va nazariy ahamiyatga kelganda dissertatsiya to'rtta ilmiy yangilikdan iborat. Ular respublika tarafdorisi original qisir qo'shadi va birinchi marta respublika amaliyotdan yantar sifat to'xtalgan fan-tejariya institut bemorlarida yantar va qon tomir morfo funksional holati kompleks tarzda baholangan. Bunda spektriklik ehtiyojlariga yantarning deformatsiya kamqonligiga bo'ylama strain ko'rsatkichi aortaning puls to'lqini tezligi va mobilitatsiya indeksini ishlatib, shuningdek qon tomir dopplerografiyasi ma'lumotlari birgalikda qo'llangan. Bu yondashuv zamonaviy xalqaro standartlarga to'la mos keladi. Amaliy ahamiyatiga kelganda muallif tomonidan ishlab chiqqan remodellanish xavfi baholash anketa tizimi yaratilgan va ma'lumotga shu klinik amaliyotda qo'llash uchun qulay va tushunarli baholash instrumenti sifatida amaliy ahamiyat kasb. Amaliy ahamiyatga tadqiqot natijalari va bo'ylama streyni va aorta puls to'lqini va fonida yantar infarkt o'tkazgan bemorlarni kuzatish protokollariga kiritish zarurligi asosida beradi va natijada 6 oylik kuzatuv davomida olingan natijalar ijobiy bo'lib demonstratsiya qilingan va natijalar respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliyot markazida va Toshkent viloyat somatika shifoxonasida va Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida joriy etilgan. Bu natijalar amaliy ahamiyatni tasdiqlaydi. Ish tuzilishi va rasmiylashtirishga kelganda dissertatsiya kirish, to'rtqirg'oq, Fatima, xulosalar, amaliy tavsiyalar va adabiyotlar ro'yxatidan iborat mantiqan to'g'ri tuzilgan. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalar, ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat aniq bayon etilgan. Adabiyotlar ro'yxatida 137 ta manba bo'lib, shulardan ko'pchiligi 2019 va 2024-yilgacha xalqaro nufuzli nashrlardagi zamonaviy ishlardir. Bu mualliflarning xalqaro ilmiy muhit bilan yaxshi tanishganlarini ko'rsatadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 21 ta ilmiy ish e'lon qilingan. Bu O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasidan ro'yxatdagi 5 ta maqola, shundan bittasi xorijiy nashrda, 17 ta tezis, 5 ta xorijiy nashrda, bitta usulviy tavsiyanoma va bitta kompyuter dasturi sertifikat olgan. Natijalar to'rtta ilmiy amaliy anjumanlarda muhokama qilingan. Dissertantni o'ziga kelganda ko'p dissertatsiya bo'yicha muhokama qildik. Nazariy jihatdan va juda chuqur va ishning yuqori umumiy bahosini inobatga olgan holda kelgusi tadqiqotlarga uchun bir nechta tavsiyalar bildirmoqchi. Birinchi savol va o'shanga uchta nimadan iborat savol va takliflar. Birinchi savol bo'ylama strain
o'lchaganingizda foydalangan dasturiy ta'minot versiyasini bilib o'tsangiz. Chunki bular apparatga bog'liq texnический nima deydi, обеспечение degan nimalar bor. O'shani ikki versiyangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Muallif tomonidan ishlab chiqarilgan remodellarni xalq sertifikasi anketasi amalga sinovdan o'tkazilgan. Shu munosabat bilan savol tug'iladi. Bu anketani aniqlaganda tekshirish uchun tahlil o'tkazildimi? Balki yetkazilgan balki o'shanda chiqqandir. Lekin siz aynan o'zingizni dissertatsiyaga olmagansiz natijalarni. İlk kelgusi ishlarda bitta bir taklif tanlab olish hajmi hisoblash va statistik ko'rsatkichlarni keltirish tadqiqotning daliliy bazasini yanada mustahkamlash. Keltirilgan dokumentatsiya xususiyatda bo'lib, taqdim etilgan dissertatsiyaning ilmiy darajasini pasaytirish. Rahimov Hikmatullah Sambayevichning qalbidagi ikkinchi tur bemorlarida miokard infarktdan keyingi ko'ra qon tomir tizimini remodellashuvining klinik diagnostik aspektlari mavzusidagi dissertatsiyasi dolzarb mavzuga zamonaviy diagnostik usullari qo'llangan holda bajarilgan mustaqil ilmiy ish hisoblanadi. Tadqiqot maqsadiga erishgan barcha vazifalar hal qilingan, xulosalar olingan natijalarga mantiqan kelib chiqadi. İşning natijalari 3 ta yirik klinik muassasalarga joriy etilgan. Dissertatsiya falsafa doktor PhD darajasiga taqdim etilgan dissertatsiyasi quyidagi barcha talablarga to'la javob beradi. Rahimov Matluab Sambayev falsafa doktor PhD darajasiga teknologiya mutaxassisligi bo'yicha doir deb hisoblanadi. Biz seferinde havalara itibarı bulup, düşünce gerek yönetişime uyan çıkan süreler, verilen sağlarız, bu saksılar cevap verirsen, birinci sağlığı global bölüm okuşan CLS'de anıtlaştı. Siz yukarıdaki bu CLS'de anıtlaş, 3 günlerle türüye bağlı. Mesela Philips aparatı da asosya Philips aparatı ötküzgenimizde bizde bunlar dasturdan foydalanganmiz. Elvis Train'lar 3D Strain'de dasturda ta'minot asosida tekshiruv o'tkazganmiz. Keyingi xavfsizlik klassifikatsiyasi bo'yicha demak amaliyotda bu xavfsizlik klassifikatsiyasini o'zimni masalan hozir amaliyotimda ishlab ko'raman, chunki bemorlarni natijalari bo'yicha uzun ballarga qo'yib turib, ba'zi masalan hozir yuqorida aytgandek cho'lbog'gacha bo'lsa remedalanish adaptiv, undan oshiq bo'lsa demak dezadaptiv va adaptiv og'riq formalariga ajratib o'zimni amaliyotimda foydalanyapman. Lekin hali keyin ommaga ishlatilgani yo'q bu xavfsizlik versiyasi. Lekin xohlovchi she'rlarga tayyor shaklda chiqarib qo'yganman, tarqatman material shaklida. Shu endi qolgan tavsiyalaringiz ham kelajakda hozir nimada amaliyotda keyin amaliyotda qo'llashga harakat qilaman. Tavsiyalaringiz uchun rahmat. Bergan tavsiyalaringiz va savollaringiz uchun yana bir rahmat. Qoniqarli. Zaczyna uchrody, rozprawiają mekanizmlarla uczestniczamy w Chet elga ketdi. Şuna karakterler var, mesela bir tane olmasa mümkün. İyi tatlı okuyor, değil mi? Ya ruhsat versiyada faqat xulosada to'xtasam savollar bilan dissertatsiya bo'yicha prinsipial e'tirozlar yo'q. Shunday bo'lsa-da ayrim masalalarni qayd etish lozim. Avvalo, ayrim regression tahlillar bo'yicha
Grafik materiallarda kapital determinatsiya qiymatlari juda yuqori ko'rsatilgan. Bunday hollarda modellik statistik barqarorligini baholash uchun tahlilga kiritilgan kuzatuvlar soni, ishonch intervallari va aralashuvchi omillar hisobga olinmagani haqida ma'lumotni batafsilroq berish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, ishlab chiqilgan xavf stratifikatsiya modeli kelgusida tashqi klinik materiallarda validatsiya qilinishi maqsadga muvofiq deb bilaman. Bu bilan birga muhokama qismida O'zbekistonda olib borilgan ayrim kardiologik tadqiqotlar bilan solishtirma tahlil yanada kengroq berilsa, ishning milliy ilmiy maktab bilan bog'liqligi yanada yaqqolroq namoyon bo'lar edi. Dissertatsiyani taqriz qilish va dissertant bilan muhokama jarayonida bir nechta savollar muhokama qilindi. Jumladan, global bo'ylama kuchlanishni amaliyotga keng joriy etish uchun qanday tashkiliy va texnik shart-sharoitlari, repression modellarda yosh arterial gipertenziya va diabet davomiyligi kabi ehtimoliy aralashuvchi omillar hisobga olinganligi va ularga korreksiya qilingandan keyin ham aniqlangan bog'liqlik. Uchinchisi, arterial devor qattiqligi va miokard deformatsiyasi ko'rsatkichlari o'rtasida bog'liqlik asosiy patogenetik mexanizmlari. Va to'rtinchi savol, erta prognoz qilish nuqtai nazaridan eng ishonchli kardiografik ko'rsatkichlar. Barcha savollarimga to'laqonli javob oldim. Yuqorida aytib o'tilgan izohlar asosan texnik va metodologik xususiyatga ega bo'lib, barchasi ishlash jarayonida bartaraf qilindi va ular bajarilgan tadqiqotning ilmiy va amaliy qiymatini pasaytirmadi. Aksincha, berilgan taklif va mulohazalar ishni keyinchalik kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar, shuningdek, quyidagi jihatlarni aniqlashtirish zaruriyatini aks ettiradi. Xulosa, Rashimov Hikmatullo Husanboyevichning 14/06 kardiologiya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan qandli diabet ikkinchi tur bemorlarida miokard infarktdan keyingi yurak qon tomir tizimi rivojlanishining klinik prognostik aspekti mavzusidagi dissertatsiya ishi yakunlangan tadqiqot bo'lib, O'zbekiston zarfligi, ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati jihatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi nizomining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktorligi darajasi olishga qo'yilgan talablariga javob beradi. Shu munosabat bilan muallif Rashimov Hikmatullo Husanboyevich falsafa doktorligi darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Rasmiy abonent O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi tibbiyot bosh boshqarmasining 1-sonli markaziy klinik shifoxonasi funksional diagnostika bo'limi mudiri, tibbiyot fanlari doktori, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish markazining 1-ultratovush diagnostikasi kandidati professori Zuzuxajayeva Gulnora Ahmedovna. Наталья Павловна, я зачитала отзыв второго оппонента, она не смогла присутствовать. У нас по положению ВАК разрешается, если один оппонент присутствует на защите, то отзыв второго оппонента можно читать, в чем секретарь, что я и сделала. Вопросов и замечаний у второго оппонента нет, отзыв положительный. Спасибо. Спасибо. Вопрос такой, я не знаю, что обсуждали, просто обсуждали, и вот на проводится ответственность консультанции. Если вот предлагать консультацию, то вы говорите, что согласен, потому что здесь Rasmiy apparatni izlagan katta minnatdorchiligimni bilaman. Vaqt ajratib savol menga aytishimda ham qo'shimcha kamchiliklarni aytib, to'g'rilash kerak joylarni aytib, to'g'ri o'zlari bosh bo'lgani uchun, vaqt aytgani uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi обсуждение ilk savol javoblar. Savol javoblarda yaxshi обсуждение bo'ldi, shuni aytmoqchiman. Hamma savollarga yaxshi javob berdilar. Ham o'zlarini
ilmiy rahbarlarini tavsifnomasi ham juda o'rinli bo'ldi. Ayniqsa bularni ish faoliyatlari, bosib o'tgan yo'llari, mana Andijondan chiqib, Bo'tga kelib, doktoranturaga kirib ishlaganlari va hamma metodikani o'zlari bajarganlar. То есть личный вклад deymiz, bu yuqori foizda bajarilgan bo'lgani uchun shu opponentlarni fikrlarini, ular xulosalarini men qo'llab-quvvatlayman. Bunlar vazgeçmiş falan. İlmeklerimden. Çok hayatlı kınıt taşı kılmadı. Bunlar bu takarları. Ve bunlara gelip dünyada yıkılacak kurban taşı diyecek. Bunlar kışlatıldı çok kulaklar. Bunlardan her şeyler Просто bu işe kadar biraz oldu. Нас общий 15, отсутствие смысла, а на другие, что голосовал онлайн. Наталья Павловна. Он участвовал, он участвовал. Да, он участвовал, он онлайн. Его же действительно он приглашен. Mahvederiz, kurmakları, limiti yaşadılar, sağlık temizliği varlısının bayanlaması bir kuvvet, ilgilenmek için ilgilenmek için sayın mekanizmler tarafından ürünlerle sıralıklarını buradan ben ise rakibim, Mart'la Kasım Bayashli, Tüberkanlar fiziksel felsefe doktoru, ilmi derecesine alışık olan sırtası bizasına yaşam görülen ağızlarımızdan aşk için sayılan. Genç takibi 13 kişide ibarettir, tasarlangan. Majlisda 12 kishi demak qatnashdi.
13'te bülten taraftarda, bitti bülten taraftarların oldu. Demek ki 12'de avaz verildi. Avaz veriş neticeleri. Rahimov, Muadillar, Hasan Bayevçi'ye, Sebep fanları, birisi başta produkları, liderlerle veriş boyunca koyduğu avazlar verildi. Taraftarlar 12'de 100%, karşılar yalnız bir topluyor, bütçeden yok. Komisya Reisi Nurullah ve azorları sırrı bu kurban. Rahman. Protokol açık olarak stratejiye bir uçaklık Myślę, że możemy na prostu wiedzą, inne właśnie kogoś w tym nie Amelerde, mahkede şu bilenler için Ahmet, ama yine çalışanların tarafı için. Mahkede büyükleri, kuşları için. Senin arası, Raysan Raysuç, senin korkulu, Nigor'dan ünlü. Amelerde kötü var, ısrarlı, işine temsilcilerdi, doğru, aykırı, mümkün oluyor, hoşlar, çünkü şunları iletişimde sağladı. Bunlar başları olan Espresso kategorilerine deniyor. Bunlar da halk nasihatlerinin neticesinde hangi zaman hem kasıt maliyetinde oluştuğu için yurttaşların hatalarını miktar vereceğiz. Herkesin müdahalede hem aziyet çözümlerinde çok mümkündür. Diğerlerinin ahlak nedenlerse biliyorsun bilmem ne. Hanali akademide orada yine şarkı sıfatıyla şu derece yetişmeyen çok ahar. Yani kendi bu merkez olsun, bizim kendimize kendi bu dargalan şey bütünleşmesi yarattı. Özü orada türüşken çünkü kendi ahar, karşı kendi çok güçlü. Ahmet Sıragel, bunu da böyle müdürüm oturttular kendine şu şarat yaratmayı imkanat koyup ilgili koyup bunu da barcha Andijon davlat tibbiyot institutiga toplangan namazga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Başlangıç yapıyoruz. Yollara karşılayacağız. Sıratların bu yönetmenlerinde ilgili bakımı esaslı fazlalığında havacılık olarak tepkişler protokol çok bir aşağı yapmak değil, bilmiyorum. Ameliyatta kullanışlı bir şey. Bak, ne kadar değerli yaşındayız. Definitiv matematikten için çalışıyor. Taklarla sonuçlarını nesliye yapıyor. Kapıyla kapıyor alır. Bu işe icabı muhalif ve işlerden yıl matematikten için mutlaka doktor mantıklar çalışıyor. Alexis Kensington yani tasarruf bir muhafaza. Ben sınavda olması görmede olmasa bu muhafaza bu işler yapıyorum. Спасибо большое. Спасибо, мне было очень интересно. Спасибо за Спасибо. Дежурный кушать позвонишь.